Assalomu alaykum hammaga. Bugun biza ключевой partnyor biznesga kelgan hamkorlarimiz uchun bizada zachyotka bor, bosqichma-bosqich to'g'ri tarmoqli marketingni biznesni tuzish tizimini a, ishlab chiqqanmiz. Bu ikkinchi dars tanish bilish ro'yxati. Nimadan bizani ishimiz boshlanadi? Chunki tarmoqli marketing bu bitta kasb deb jiddiy bitta katta pulga kelgan hamkorlarga buni jiddiy qabul qilishinglarni so'rardim va bosqichma bosqich o'rganamiz. Man o'zimni tajribamdan kelib chiqib eng такой nozik joylarini ko'rsatib beraman. Qarang, tanish bilish ro'yxati tushunarli mavzu. Bitta daftar olamiz. Biznesni boshlaganda man ko'p proyektlarda qatnashgan bo'lsam, har safar yangi proyekt boshlaganda yangi daftar sotib olib, chunki a, ro'yxat tuzganman. Undan ish boshlanadi. Hozir hammasini ko'rib chiqamiz. Nima uchun bu muhim? Yangi daftar sotib olish. Chunki bu mani munosabatim bu biznesga nisbatan. Travoriumga ham kirganimda mana bunaqa chiroyli daftar sotib oldim. Birinchi qilgan ishim nimani xohlayapman, o'zimni maqsadlarim. Undan keyin tanish bilish ro'yxatini yozganman. Tanish bilish ro'yxati juda ham oson, to'g'ri? Va tak olib 1 2 3 4 5 qilib tanishlarni yozib chiqasiz. Aslida qaraganda juda oson narsa, lekin ko'pchilik odamlar yozmaydi. Agar so'rab ko'rsangiz, nima uchun yozmaydi? Chunki tushunmaydi uni muhimligini, munosabati. Yozmasam ham telefonimda bor-ku deydi. Bu mana ko'pchilikni xatosi. O'shaning uchun o'xshamaydi biznes, o'xshamaydi. Keyin ko'p odamlar proyekt yomon ekan, sponsor men bilan ishlamadi deb qidiradi. A, lekin eng asosiy xatomizda biz o'shani tushunmaymiz, to'liq tushunmaymiz. O'shaning uchun kelinglar yaxshilab ko'rib chiqaylik. Bugun vazifa tanish bilish ro'yxatini boshqatdan tuzish bo'lsa ham boshqatdan tuzish. Nima uchun? Sekretlarini hozir aytib beraman. Nimadan boshlaymiz, qaranglar. Tarmoqli marketing bu tovarlarni yoki xizmatlarni tarqatish bitta yo'li, to'g'rimi? Agar oddiy magazinlarda sotib olsak mahsulotlarni, tarmoqli marketing kompaniyada biz o'sha hamkorlar orqali sotib olamiz. Biz biznes yurg'izamizsak, demak biz o'sha mahsulotlarimizni odamlarga informatsiya berib, ma'lumot berib, komanda tuzamiz. U odamlar iste'molchi bo'ladi va bizani mahsulotlarni sotib olishadi. Sponsorlar yuqoridagi turgan yoki shu tizimni tuzgan odamlar passiv daromadga ega bo'ladi. Juda oson, to'g'rimi? Bu degani biz odamlarga informatsiya berishimiz kerak. Bizning asosiy ishimiz tarmoqli marketingga kelgan hamkorlar. Biza как reklamный agent deysizlarmi buni? Lekin ma'nosi bizning ishimiz, vazifamiz informatsiyani berish shu kompaniya, shu mahsulotlar haqida. Demak, biz kimga berishimiz kerak? Ro'yxat tuzamiz, to'g'rimi? Ikkiga u odamlarga informatsiyani beramiz, ma'lumotlarni beramiz. Endi mana qaranglar, nimadan boshlaymiz? Qaranglar. Biz ma'lumot berganda qanaqadir so'zlarni ishlatamiz, to'g'rimi? Gapiramiz. Shu bizani gapimiz boshqa odamlarning qulog'igacha borib yetadi. Bu degani o'sha biza gapiradigan gapimiz это qanaqadir to'lqin. Mana fizikani agar maktabda o'qiganmiz, eslanglar, bu qanaqadir to'lqin. O'sha to'lqinni o'zini vibratsiyalari deymiz. Masalan, как har xil radio to'lqinlar bor-ku, to'g'rimi? 102.7, 88.8, 105.0 deylik. Xuddi shunga o'xshab bizani ovozimiz ham o'sha qanaqadir to'lqin, bizani qulog'imiz eshita oladigan. Lekin hozir uni ученыйlar, fiziklar ham isbotlagan, что hamma narsa bu vibratsiya. Vibratsiya degani to'lqinlanish.
to'g'rimi? Agar biza oddiy bitta mahsulotni olsak, nimanidir olsak, ichiga kirsak, atom molekula, atom nimadan iborat, nimaga borib taqalamiz? Vibratsiyaga borib taqalamiz. To'lqin, hamma narsa to'lqinlardan iborat. Xohlasak xohlamasak siz bunga qarshi bo'lishingiz mumkin, buni qabul qilishingiz mumkin, qabul qilmasligingiz mumkin, lekin bu birinchi qonun, hamma narsa vibratsiyadan. Bu degani, masalan, bizada boshqa vibratsiyalar bor. Masalan, bitta narsani o'ylashimiz mumkin da, lekin boshqa narsa ichimizda, yuragimizda boshqa narsa his qilishimiz mumkin. Masalan, bizaga yoqmayapti kimdir bitta odam, lekin biz unga aytolmaymizda, lekin so'zlarda biza aldashimiz mumkin. Man juda xursandman seni ko'rganimdan, lekin ichimizda o'sha odam bizaga yoqmayapti. Bizani o'sha to'lqin qalb qalbni eshitadi deysizlarmi, ruh ruhni eshitadi deysizlarmi, har xil anaqa qilishinglar mumkin, lekin ma'nosi bitta. O'sha qulog'imiz eshitadigan to'lqin yoki ichimizda biz jo'natamiz o'sha vibratsiyani odamlarga, o'sha boshqa qalb ana o'shani eshitadi. Biz uni aldolmaymiz. Agar so'zda biza boshqa informatsiya berishimiz mumkin, aldashimiz mumkin, lekin qalbimiz hech qachon aldolmaydi. Buni tan olish kerak va bu bilan biza qanaqadir nima desam, foydalanishimiz kerak. Chunki hayotimizda biza har doim mana shu to'lqinlarni ham tarqatamiz, ham kimnidir to'lqinini biza qabul qilamiz, eshitamiz. Masalan, yangi odam bilan tanishdingiz, sizga judayam yoqyapti, xuddi butun umr siz uni taniganingizdan. Nima uchun? Hatto ancha hali gaplasha olmadik, hali tanisha olmadik, lekin sizga какой-то yoqadi. Istarasi issiq deymizda, lekin ana o'sha u tarqatadigan vibratsiya. Kimdir bizaga yoqadi o'sha odam. Balkim biznes bo'yicha to'liq informatsiya bermasligi mumkin, lekin shu odam bilan ishlagimiz keladi. Nima o'sha? Ana o'sha imенно vibratsiya. Endi masalan, mana biza biznesga keldik. Tarmoqli marketingga nisbatan qanaqa sizlarni am, munosabatinglar? O'shaning uchun men har doim so'rayman, siz tarmoqli marketingga qanaqa munosabatingiz? Ko'pchilik 90% odamlar deydiki, menga yoqmaydi. To'g'rimi? Mana bu odam masalan ertaga kelib biznes boshlamoqchi. U odamlarga gapirishi mumkin, informatsiya berishi mumkin, lekin ichida menga yoqmaydi, ishonmayman tarmoqli marketingda degan vibratsiya ketadimi, to'lqinlanish. Boshqa qalb shuni eshitadimi? Shunaqa odam setivik, man juda ko'p tajribamda ko'rganman. To'g'ri harakat qiladi. Yozadi o'sha tanish bilish ro'yxatini, borib uchrashadi odamlar, lekin ichidan boshqa vibratsiya, tushunyapsizmi? Уже natija o'xshamaydi. Biza analiz qilamiz, yana ko'proq uchrashuvlar o'tkazgin, yana mana bunaqa informatsiya bergin deymiz, lekin ichidagi to'lqinlar ana o'shalar borib yetib boradi. Biza buni chizsak, rasmda mana ko'rdingiz, bu boshqacha to'lqin, ko'rdingizmi, kattaroq, lekin qalbimizdan chiqadigan umuman boshqa. Uni birinchidan moment o'sha zahot yetib boradi, chunki buni kvantoviy fiziklar isbotlagan. Ular uchun farqi yo'q. Necha ming kilometr narida odam haqida o'ylasangiz, u sizga ertaga telefon qiladi, man san haqimda o'yladim deydi. Qanaqa qilib o'sha to'lqinlar yetib bordi? Chunki bu boshqa tezlikdagi, boshqa vibratsiyadagi to'lqin. Biz buni xohlaymiz, xohlamaymiz. Endi давайте tanish bilish ro'yxati. Mana birinchidan o'zingizlarga savol beringlar, o'zingizlarni sinab ko'ringlar. Tanish bilish ro'yxatini yozish kerak deysizlar. Xoh любой kompaniyaga kelsangiz, tarmoqli marketing. Nima sizlarda qanaqa vibratsiya, sizlarni munosabatinglar qanaqa bu vazifaga? Yozish kerak. Bilaman, baribir ham bu ishlamaydi. Hammasi telefonimda bormi? Nima qilaman yozib degan to'lqin jo'natishinglar mumkin. Endi siz lider, komandani tuzdingiz. O'zingiz ro'yxat yozmadingiz, chunki ishonmaysiz, lekin sizga dars berilyapti, borib tanish bilish ro'yxatini o'tib ber deydi. Siz
to'g'ri gaplar gapiryapsiz, o'sha tepadagi to'lqin miyaga yetadigan to'g'ri gaplar gapiryapsiz. A, yozish kerak deysiz, muhimligini tushuntirasiz va hokazo va hokazo. Hozir man sizlarga beradigan informatsiya bu teoriya deymiz. Lekin ich-ichingizdan o'zingiz yozmasangiz, o'zingiz unga nisbatan munosabatingiz boshqa bo'lsa, man sizga garantiya beraman, sizni komandangiz u tanish bilish ro'yxatini yozmaydi. Chunki gapiradigan gapimiz, ichimizda his qiladigan gapimiz bir xil bo'lganda ana o'shanda zo'r natijaga erishadi. O'shaning uchun mana qaranglar, tanish bilish ro'yxati qanaqa qilib yozamiz, qanaqa qilib yozish mumkin? Oddiy yozish mumkin. Masalan, telefonni olib boshlaysiz, a dan boshlab o'sha alfavit bo'yicha hammani yozib chiqamiz. Nima uchun yozish kerak? Ko'pchilik yozmasam bo'ladimi, telefonimda borku deydi. Yozish kerak. Nima uchun? Chunki biza yozayotgan paytimizda qanaqa vibratsiya jo'natamiz. Oy bu buni vaqti yo'q, ishlaydi. Buni puli ko'p, bunga qiziq emas bu biznes yoki bu umuman sayohatga chiqmaydi degan fikrlar keladimi? Vibratsiya, biza ishonamizmi shu odamlar haqida? Kimnidir olib birinchi kontaktni oling, sizga chiqib keladi. Avtomatik ravishda qanaqadir bizada uyg'onadi ichimizda. Ana o'sha vibratsiya. Endi siz yozyapsiz. То есть tashqi ko'rinishda siz juda to'g'ri harakat qilyapsiz, to'g'rimi? Siz yozdingiz tanish bilish, lekin ichingizdagi vibratsiya boshqa ketdimi, ana o'sha odamga borib uchrashuv o'tkazsak, informatsiya bersak, u nima deydi? Yo'q, man o'ylab ko'raman, или yo'q, manga kerak emas, yoki tam uydagilarim qarshi, pulim yo'q degan e, qachon eshitamiz biza javobni? Qachonki buni puli yo'q-da deb yozgandir biza, lekin biz ko'pincha buni anglamaymiz, avtomatik ravishda yozib tashlaymiz. O'xshamaydi bizani ishimiz. Man sizlarga hozir $1,000,000lik sekretlarni ochyapman, qanaqa qilib tanish bilish ro'yxatini yozish kerak. Chunki buni isboti, kimdir haqida siz o'yladingiz, ertaga u sizga telefon qilyapti, siz aytasizki, man san haqingda o'yladim kecha. Bu hammada, ko'pchilikda bo'ladigan situatsiyalar, to'g'rimi? Yoki qayerdadir uchratasiz, 100 yil ko'rmagan odamingiz rost ko'chadan chiqadi. Voy, san shu yerda yashayapsan, ha, biza qo'shni ekan deb chiqadi. Juda ko'p mana bunaqa qiziqarli voqealar bo'ladi. Nima uchun? Chunki o'sha vibratsiyalar, hamma narsa vibratsiyadan iborat. O'shaning uchun давайте kelishib olamiz, bu proyektni biza boshqatdan boshlaymiz. Ro'yxat man yozganman deganlar ham boshqatdan yangi daftar olib bugun o'sha vazifani bajaradi. Lekin qanaqa vibratsiya jo'natishimiz mumkin? Biza travoriumda odamlarga nimani taklif qilishimiz mumkin? Qaranglar, birinchidan bu sayohat. Sayohat bu shunaqa ko'pchilik odamni orzusi. Ko'p odamlar buni orzu qilishadi, sayohatga borish, lekin o'ziga ruxsat berishmaydi. Chunki qimmat yoki hayotimizda har doim qanaqadir muammolarimiz bor. Biza ustun qilolmaymiz, что mayli bu problemalar qolaversa, man borib sayohat qilib kelaman demaymiz, to'g'rimi? O'sha hammasini tashlab chiqib ketish, bu juda ham qiyin muammo, lekin ko'pchilik orzu qiladi chunki yoqadi. Agar so'rasangiz, puling bo'lganda qayerga borarding? Masalan, tam Parijga borardim yoki Dubayga borardim yoki Turkiyaga borardim, bolalarimni olib borardim deb ko'p. Hech kim aytmaydi, yo'q, pul bo'lsa ham man hech qayerga bormayman, man hali unaqa odamlarni uchratmaganman. Endi yozayotganda biza sayohat taklif qilamiz, to'g'rimi? Man yaqinda Baliga borib keldim. Bitta orzuyim, yana bitta orzuyim hayotimdagi travorium bilan amalga oshdi. Tasavvur qilinglar, mana shunaqa to'lqinlar bilan, vibratsiyalar bilan yozamiz, что zo'r sayohatga, balkim u odam orzu qilib o'tiribdi, qanaqa qilib chiqsam, kimdir qo'rqadi, sherik yo'q, kim bilan chiqib kelsam. Bu yerda zo'r komanda, sayohatchilar klubi, тем более bu amerikanskiy klub, шикарный gostinisalarga borish imkoniyati deb yozamiz. Kimdir balkim qayerdan yana qo'shimcha daromad topsamchi degan ichida xayoli bor, vibratsiyani jo'natadi. Biz unga mana bu yerda
qo'shimcha daromad, ham o'zingni ishingni qilasan, ham yana qo'shimcha daromad ishlashing mumkin degan vibratsiyani jo'natamiz. Yoki masalan biznesmen, mani biznesim bor, lekin yana bitta yangi biznes qilmoqchiman, no pul tikolmayman, tikadigan pulim yo'q. Пожалуйста, bitta biznes qilsa bo'ladi. Kam $370 bugungi kunga investitsiya bilan. Kimdir qaniydi yangi odamlar bilan tanishsam, zerikib qoldim uyda, a, deyishi mumkin. Bitta juda qiziqarli komanda, mana darslar o'tamiz, sayohatlarga chiqamiz degan vibratsiya bilan yozamiz. Давайте mana birinchi tashqi ko'rinishda yozish, lekin ichki qanaqa ichingizda настроение qanaqa vibratsiya bilan yozyapsiz. O'shaning uchun vaqt ajratinglar u uchun, muzika qo'yinglar, вот mazza qilib вот такой vibratsiya bilan man jo'nataman. Man o'zimni biznesimda ham shuni qilaman. Masalan, kimlar bilan man xohlayapman uchrashishda, ana o'shalarga ham vibratsiya jo'nataman. Endi давайте qonunlarni nima uchun yozish kerak-da? Nima uchun yozish kerak? Qonun. Mana ro'yxat yo'qmi, biznes yo'q. Men har doim shunaqa deyman. Ko'p uchrashuvlarda masalan o'xshamayapti, odam yozdirolmayapman degan odamlarga birinchi savol: ro'yxat yozdingmi? Nechta odam yozding? Chunki aniq soni bor. Chunki biz biznesga kelganmiz, biz analitika qilishimiz kerak, statistika qilishimiz kerak. Aniq maqsad bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ro'yxat yo'qmi? Вот kimga informatsiya berib chiqamiz? Вот men o'zimni ro'yxatimni ko'rib chiqaman, belgilab chiqaman. Mana ptichkalar, bu bilan gaplashdim, bu bilan hali gaplashmadim. Aniqlikmi? Aniqmi, что kim bilan точно gaplashishim kerak? Keyin maqsad yo'q deymiz. Вот maqsad nechta odamga men yana informatsiya berib chiqishim kerak? Mana hali shuncha vaqtim hali ulargacha yetib bormadi, vaqtim yo'q. Demak, значит, o'tirib ana o'shalarga vibratsiya jo'nataman, o'qib chiqaman yana. Qayerda, qachon oxirgi marta uchrashganman, telefon raqam bo'lmasa qayerdan raqam topsam bo'larkan degan fikrlar keladimi? Вот sizga maqsad paydo bo'ladi. Mana hamma o'sha ro'yxatdagi odamlarimga informatsiya berib chiqish. Aniq maqsadmi? Ki analiz qilganda nima uchun o'xshamadi? Maqsadimga nechta odam bilan gaplashdim? Chunki bu statistika. Любой biznesda ham statistikadan boshlanadi, chunki biza klientlarni qidirishimiz kerak. Любой biznesda klientlarni qidirish kerak, to'g'rimi? Kimlarga informatsiya berdik, nechta odam bilan gaplashdik, keyin statistikani chiqaramiz. Chunki masalan, вот yaqinda men bitta uchrashuvda bo'ldim. Sayt, internet sayt. Ular sayt orqali mahsulotlarni sotadi. Mana statistika. Bir oyda biz so'rayapmiz, xo'p, biz sizlarga reklamani berishimiz uchun beringlar bizga statistika. Nechta odam kirib chiqadi sizlarni saytinglarga? Вот bir oyda 300 mingta odam. Xo'p, nechta odam sotib oladi? 1%. Допустим, это 3 mingta odam oyida xarid qilishadi. Aha. Demak, nima qilish kerak bu biznesni o'stirish uchun? Yoki odam sonini ko'paytirish kerak. 300 mingta emas, 500 mingta kirsa, demak 5 mingta xarid bo'ladi. Bu уже aniq statistika, isbotlanganmi? Isbotlangan. Ana o'sha uchun ham bizani biznesda ham statistika kerak. Nechta odam yozdingiz? Nechtasi bilan gaplashib chiqdingiz? Nechtasi ha dedi yoki yo'q dedi, hamkor bo'ldi, hamkor bo'lmadi. Bo'ldi, mana sizga juda oson uni nimasini topish. Nima uchun o'xshamayapti? Tartib yo'q. Agar ro'yxat bo'lmasa, tartib yo'q. Chunki kimga bugun qo'ng'iroq qilaman, kim bilan bugun uchrashaman degan tartib bo'lishi kerak. Chunki telefonimizda qanaqa qilib biz belgilaymiz, kim bilan gaplashdik, kim bilan gaplashmadik. Ro'yxatda siz hammasini belgilab chiqishingiz mumkin. Bu odamlar bilan уже gaplashdim. Yo'q desa ham 3 oydan keyin yana bir marta gaplashaman, chunki o'zgarishi mumkin. Juda ko'p bunaqa vaziyatlar ham bo'ladi. Bugun yo'q degani emas, ertaga nimadir nima bo'lishi mumkin. Statistika yo'q. Eng asosiy, что bizda вот qanaqa qilib analiz qilamiz? O'xshamayapti desa bizaga nima deyishimiz kerak? Nechta odam bilan gaplashding? Statistikadan qani nechta o'zi ro'yxatida? Qancha biz informatsiya berdik? Chunki statistika bo'yicha prinsip Pareto bor, 80% ga 20%. Baribir ham 80%
20% odam baribir ham ha deydi, yo nimanidir tam yoki yoziladi yoki nima qilib ko'radi. Lekin siz agar 10 ta odam bilan gaplashsangiz, statistika 100 ta, kamida 100 ta uchrashuvdan biz statistika chiqarishimiz mumkin. 90 ta даже uchrashuv qilishingiz mumkin. O'xshamasa ham ana 100 ta biz hali statistikani как бы to'liqcha отработка qilmadik. Mana tartib yo'q, maqsad yo'q. O'shaning uchun biznes ham yo'q deymiz. Va tanish bilish ro'yxatini yozmaganlarda o'shaning uchun o'sha yerdan qidiringlar. Endi nechta odam yozish kerak tartibi? Minimum 300 ta odam yozamiz. Nima uchun 300 ta? Chunki agar biza hayotimizni mavsumini agar analiz qiladigan bo'lsak, qaranglar. Bog'chaga borganmiz, 20 ta odam, maktabda o'qiganmiz, 30 ta odam bo'lgan yon atrofimizda. Keyin institutga kirganmiz, yana 30 ta odam bilan o'qiganmiz, keyin turmushga chiqqanmiz, yangi oila a'zolari paydo bo'lgan, to'g'rimi? Keyin bizani bolalarimiz tug'ilgan, bolalarimiz bog'chaga borgan, ularni ota-onalar 20 ta, keyin ular maktabga borishga 30 ta, hisoblasanglar minimum har bitta odamni 300 ta tanish bilish ro'yxati bor. Demak, endi tasavvur qilinglar, mani 300 ta odamim bor. Man kimnidir taklif qilyapman. Uni ham o'zini 300 ta odami bor. Bu tugamas manbai, klientlarni manbai hisoblanadi. Agar u bilan unga nisbatan jiddiy yondashsak va to'g'ri ishlasak, hech qachon tugamaydi tanish bilish ro'yxati. Chunki yangi odamlar keladi. Biz agar ularga buni o'rgatsak va to'g'ri ishlata olsak, biznesimiz rivojlanadi. 300 ta odamni 300 ta odamni hisoblang, 90 mingta odam. Mana 90 mingta odam bizaga vazifa, to'g'rimi? Nechtasi yoziladi? Mana sizlarni 20-30 ming dollar oylik daromadinglar, agar bitta tanish bilish o'zingiz 300 tadan boshlaysiz, har bitta odamga o'shani o'rgatasiz. Mana sizga katta biznes. Endi kimlarni yozamiz? Eng sodda, hozir mana telefonlarimiz bor. Ochasiz, kontaktlar chiqadi. Har bitta kontaktni yozamiz. Ko'pchilik qiladigan xato, voy bunga qiziq emas deb hamma kontaktlari yozmaymiz, to'g'rimi? O'shaning uchun bizani vazifamiz prosta hamma kontaktlarni yozib turib ularga vibratsiya jo'natish. Kimnidir telefoni bo'lmasligi mumkin. Masalan, maktabda birga o'qigan sinfdoshimiz, balkim telefoni yo'q. Yozing, palonchi sinfdoshim telefoni yo'q, vibratsiya jo'nating. Menga ishoning, baribir ham ertaga uni yoki uchratasiz yoki qayerdandir chiqadi, ijtimoiy tarmoqdan chiqadimi yoki qayerdandir tanish bilish chiqadi. Chunki vibratsiya ketdimi, uni to'xtatib bo'lmaydi. Bu bizani hayotimizda qonuni, xohlasak xohlamasak. Boshqa savol, sizlar bundan foydalanasizlarmi yo'qmi? Yoki mani bolam qayerdadir maktabda o'qigan, eslayman, mana shuni onasi bor edi, shu otini eslolmayman, lekin shu zo'r ayol edi. Yozinglarni o'shanaqa, jo'natinglar vibratsiyani, uchratasizlar, garantiya sizlarga beraman. O'zimni hayotimdan mana bitta misol. Men 2010-yilda konsaltingovый kompaniya ochganimda, bu yangi soha bo'lgan men uchun. Men internetga, Google'ga kirib, konsalting в O'zbekistone deb yozdim. Chiqdi, har xil saytlar chiqdi, kompaniyalarning sayti. Birinchi sayt chiqdi, Sava Consult, Kiseleva Inna Anatolievna. Chiroyli mana bunaqa sari koftada rasmga tushgan ayol. Men unga qarab, qaniydi shu ayol bilan man tanishsam, shu man biznes yengi shu sohani o'rganardim, so'rardim, nima qilsa bo'ladi konsalting bo'yicha deb. Qarang, man hali u bilan gaplashmadim, telefon raqami yo'q, prosta man vibratsiya jo'natdim. Orada juda qisqa vaqt o'tdi, yarim yil, balkim 6 oymi, man shu ayol bilan bitta proyektda biz vmesте ikkita biznes trener bo'lib Qozog'istonga borib bitta gostinitsada yashaganmiz. Keyin естественно o'rtoq bo'lib, u mani qanaqadir proyektlarga taklif qilgan, treninglar o'tardik, birgalikda programmalar tuzardik. Hozirgacha mani yaqin munosabatda biza ko'rishib turamiz. Mana qaranglar, sizlarga isbotada nima, men vibratsiya jo'natdim, qaniydi men o'rgansam deb.
tortish qonuni shunaqa ishladiki, что bugun bu mani yaqin hamkorim, o'rtog'im, dugonam desam bo'ladi. Bizga kim kerak? Bizga odamlar kerak. O'shaning uchun mana qanaqa qilib mazza qilib tez va oson kontaktlarni o'zinglarga jalb qilib, o'zinglardan boshlaydi. Qanaqa sizlar to'lqinlar jo'natyapmiz. Endi ijtimoiy tarmoqlarda Instagram, Telegram, Facebook bor hozir, to'g'rimi? Balkim telefonda yo'q u kontaktlar, demak biza dalsha Instagram, Telegram va ijtimoiy tarmoqlarda o'zimizni tanish bilishlarni yozamiz, xuddi shunga o'xshab. Keyin mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'p hozir blogerlar chiqadi, yoki masalan kimdir menga yoqadi, kosmetolog yoqadi, yoki dietolog yoqadi, yoki fitness trener yoqadi, kuzatib turaman, podpiska bo'lganman. Ana o'sha odamlar bilan tanishmas, bu bizani холодный kontakt, sovuq kontaktlar hisoblanadi. Bilmayman qanaqa qilib u bilan tanishdi. Пожалуйста, yozinglar, jo'natinglar unga vibratsiya. Shu odam bilan tanishmoqchiman. Man ertaga bitta bloger bilan uchrashuvim bor. Mana shunaqa qizuvda, mana shunaqa ishlaydi bu. Естественно, tavsiyalar. Kim bilandir tanish bilish ro'yxatidan biz uchrashdik. U masalan, yo'q, menga bu qiziqmas dedi. Lekin biz nimani eslab turishimiz kerak? 300 ta kontakti bor shu odamni. 300 ta odamga men chiqishim mumkin. Nima so'raymiz? Tavsiya so'raymiz. Sizga qiziqmas, sizni tanish bilishlaringizdan kimgadir sayohatmi yoki qo'shimcha daromadmi yoki biznes kimni qiziqtirishi mumkin? Bera olasizmi? Tavsiya qila olasizmi telefonini deb minimum 5 ta kontakt olishimiz kerak. O'sha 5 ta kontaktdan keyin дальше odamlarni yana topishimiz mumkin. Bu teoriya, qanaqa qilib ro'yxatni tuzamiz, lekin men uchun asosiysi 80% bizani natijamiz это vibratsiyaga bog'liq. O'shaning uchun demak bugungi uyga vazifa yangi daftar olib, vibratsiyalarni to'g'irlab, agar siz travariumga, biz hozir travarium haqida gapiryapmiz, o'zingiz travariumga ishonmasangiz, o'zingiz unga nisbatan hali ishonchingiz bo'lmasa, ana o'sha ham muhim. Demak, sizni taklif qilgan odamingiz bilan yoki men bilan o'tirib, hamma ichingizdagi negativ bo'ladimi, e'tirozlarni ishlash kerak birinchidan. Chunki agar o'zingiz ishonmasangiz travariumga, ko'zingiz yonmaydi, vibratsiyalar boshqacha vibratsiya tarqaladi. Естественно, odamlar o'shani sezadi. Men buni уже sizlarga tushuntirib berdim. Bugungi bizani mavzu shu. E'tiboringlar uchun rahmat. Uy vazifalarni kutib turaman. Kutib qolaman.